Kunlar sovib qoldi azizlar. Bunaqa sovuq kunlarda ko'pchilikda sistit kasalligi rivojlanishi yoki qaytalanishi mumkin. Sistit bo'lmasligi uchun kerakli tavsiyalar bilan bo'lishaman. Sistit bo'lmasligi uchun birinchi o'rinda immunitetimizni kuchaytirishimiz kerak. Immunitetimizni kuchaytirish uchun birinchi o'rinda sog'lom ovqatlanish, sog'lom uyqu va sog'lom turmush tarzi, badan tarbiya bilan shug'ullanishimiz kerak bo'ladi. Ertalabki nonushtaga kaloriyaga boy oqsilli ovqatlar iste'mol qilishni tavsiya beramiz. Kun davomidagi ovqat ratsionimizda albatta oqsilga boy mahsulotlar va vitaminga boy mahsulotlar, sabzavotlar iste'mol qilish tavsiya etiladi. Immunitetimizni ko'taradigan yana bir omillardan biri bu jismoniy faollik hisoblanadi. Juda ko'pchiligimiz o'tirib ishlashimiz hisobiga organizmda metabolizm jarayoni juda sust bo'ladi. Metabolizm jarayonini tezlashtirish uchun, ya'ni qon aylanishini tezlashtirish uchun jismoniy faollik juda muhim hisoblanadi. Jismoniy faollikni hamma har xil amalga oshirishi mumkin. Masalan, ertalab turganda yengil badan tarbiya yoki kechqurun ovqatdan keyin hech bo'lmasa 5-10 ming qadam yurish tavsiya etiladi. Immunitetimizning tushib ketishiga yana bir asosiy sabablardan biri bu uyqumizning vaqtida bo'lmasligi. Vaqtida bo'lmagan uyqu kortizol gormonini ishlab chiqarishga sabab bo'ladi va bu kortizol gormoni insonni semirib ketishiga, metabolizmni sustlashishiga, organizmning immunitet pasayishiga olib keladi. Immunitetimizning mustahkam bo'lishi uchun bir kunda 7-8 soat uxlash tavsiya etiladi. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Maslahatlarimiz foydali bo'ladi degan umiddamiz.